Nursulton Ro'zboyev hech semirib qorin sog'organini ko'rganmisizlar? Menimcha yo'q. Chunki ular har doim sportda nima yeyotganiga, nima ichayotganiga e'tibor qiladi. Va shu holatida ham bilasizlar, har bir bo'ylardan oldin 10 kilo, 15 kilolar vez tashiydi. Shu sportsmenimiz o'zlarini tajribalaridan kelib chiqib, Fitway kompleksini ishlab chiqarganlar, ya'ni o'zida shuncha yil ishlagan narsalarni odamlarga ham bergan. Bu kompleks nimaga beradi deyilsa, dieta tuta olmaydigan, irodasiz, zalga chiqa olmaydiganlarning o'rniga ishlab beradi. Ishtahasini nazorat qilib, gormonlarini joyiga keltirib, icheklarini, jigarini faoliyatini yaxshilab va eng zo'r tomoni nima ovqat yeyishni bilmaydi, ozmoqchi bo'lgan odam, unisi yog'li, bunisi shakarli deb yurasiz. Qorningiz ochgan paytda shu pistashkali kokteyli bor, tayyorlab ichib olasiz. Sizning ichingizga oqsil bo'lib kiradi, quvvat beradi. Bundan allaqachon 10 mingga yaqin odamlar foyda ham ko'rdi. Mana odzivlarni qo'yib qo'yamiz. Agar siz ham ozmoqchi bo'lsangiz, irodasizman deb hisoblayotgan bo'lsangiz, o'zingizni ozish mumkinligini atrofingizdagilarga isbotlamoqchi bo'lsangiz, buyurtma bering, rahmat deysiz.